Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Efirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvi. Ichki ishlar organlari xodimlarining mavjud masala va muammolarini hal etishga ko'maklashish doimo e'tiborda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov xodimlar bilan muloqotda bo'lib, ularning mavjud masala va murojaatlarini tingladi. Ichki ishlar organlari haqiqiy professional tuzilmaga aylanishi va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishi, buning uchun xodimlarga qulay sharoitlar yaratilishi va ularning muammolari o'rganilishi zarur. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatovning tizimda xizmat olib borayotgan xodimlar va ularning ota-onalari bilan qabuli tashkil etildi. Yuzma-yuz muloqotda xodimlarni qiynayotgan, tashvishga solayotgan turli mazmundagi murojaatlari tinglandi. Xususan, imtiyozli kredit olish, uy-joy ta'mirida ko'mak, ishini bir hududdan boshqa hududga ko'chirish, tibbiy yordam kabi masalalar bayon qilindi. Xodimlarning ham kimgadir ayta olmaydigan muammosi, ko'nglida og'riqli dardi bo'ladi. Ularni ham eshitishimiz, mavjud masalasiga ko'maklashishimiz, mushkulini oson qilishimiz zarur, dedi boshqarma boshlig'i qabul doirasida. Qabul jarayonida bildirilgan murojaatlar ijrosi yuzasidan tegishli muddatlar belgilanib, hal etilishi uchun mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Viloyat ichki ishlar organlari probatsiya nazoratida turuvchi shaxslar uchun sayyor sud va sayyor qabul o'tkazildi. Tadbir doirasida mehnat yarmarkasi ham tashkil etilib, 11 nafar yoshlar ish bilan ta'minlandi. Insoniylik eng oliyjanob fazilatlardan biri. Jamiyatda bilib bilmay xato qilgan insonlar uchrab turadi. Ularni to'g'ri yo'lga kirishida barchamizning yordamimiz doimo kerak bo'ladi. Samarqand shahridagi kasbiy ko'nikmalar markazida Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya boshqarmasi rahbar xodimlari ishtirokida probatsiya nazoratidagi yoshlar bilan sayyor qabul o'tkazildi. O'tkazilgan qabul jarayonida dastlab nazorat ostidagi shaxslarga yaratilayotgan imkoniyatlar, qonunchilikdagi o'zgarishlar hamda ular tomonidan sodir etilayotgan takroriy jinoyatlarga yo'l qo'ymaslik va oldini olish to'g'risida batafsil tushunchalar berildi. 12 nafar probatsiya nazoratidagi shaxslarni qiynab kelayotgan muammolari tinglandi. Shundan so'ng ular ishtirokida sayyor sud o'tkazildi. Unda qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, mehnatga halol munosabatda bo'lgan 8 nafar nazorat ostidagi shaxslarning jazosi muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Samarqand shahar probatsiya bo'limi nazoratida turaman. Bugungi o'tkazilgan tadbirda probatsiya sud organlari tomonidan muddatidan oldin ozod etildim. Xursandman, rahmat. Sud organi va probatsiya organiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, jazoni o'tash davrida berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanmasdan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotgan 4 nafar shaxslarning jazosi esa og'ir turdagi jazolarga almashtirildi. Shundan so'ng ishga marhamat tadbiri o'tkazilib, tadbir jarayonida nazorat ostidagi shaxslar talablariga mos bo'sh ish o'rinlari to'g'risida tushunchalar berildi. Ishlash istagini bildirgan 11 nafar yoshlar ish bilan ta'minlandi. Tadbir davomida ishtirokchilar kasbiy ko'nikmalar markazi binosini, bu yerda mavjud bo'lgan kasb-hunarlarni egallash yo'nalishlarini hamda o'quv jarayoni uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Bugungi uchrashuvda probatsiyada turgan fuqarolarni kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda hozirgi vaqtda targ'ibot ishlari olib borilyapti. Probatsiyada turgan fuqarolarni kasbga yo'naltirish va ularni bandligini ta'minlash maqsadida markazda 20 ta zamonaviy kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida ularni har bitta kasb bilan tanishtirib chiqilmoqda. Va ular kelajakda mana shu o'quv markazini bitirib, ular davlat namunasidagi sertifikatni olib, bizni hamkor korxonalarimizga 250 ga yaqin markazning hamkor korxonalari bor va mana shu hamkor korxonalarida ishlash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Uchrashuv jarayonida barcha ishtirokchilarga rahbarlar tomonidan probatsiya nazoratidagi yoshlarning jamiyatda o'z o'rinlarini topib ketishi yo'lida kerakli maslahat va tavsiyalar berildi. Ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarligi masalasi ustuvor vazifa. Urgut va Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari uchun 32 turdagi sport anjomlari topshirildi. Do'stlar, iksonish o'rtaga. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining jangovar tayyorgarligini oshirish maqsadida Urgut, Ishtixon tuman shaxslardan hisoblanadi. Axborot beruvchi polkovnik Yakub. Salom o'rtoqlar.
Bugun ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarligi masalasiga har qachongidanda ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarkibiy tuzilmalari uchun navbatdagi sport anjomlari keltirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Urgut hamda Ishtixon tumani ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi uchun 32 turdagi sport jihozlari olib berildi. Mazkur sport sog'lomlashtirish vositalari ushbu tuman ichki ishlar bo'limlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari hamda shaxsiy tarkibiga biriktirilgan instruktorlarga tantanali tarzda topshirildi. Bu yo'nalishdagi ishlar viloyatning boshqa tumanlarida ham bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan. O'quvchilarning yozgi ta'tilini xavfsiz va ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida bir qator chora-tadbirlar belgilangan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov Urgut tumanidagi sog'lomlashtirish oromgohlarida bo'lib, bu yerda dam oluvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov Urgut tumanidagi yozgi bolalar oromgohlarida o'rganishlar olib bordi. Maqsad yozgi ta'til paytida bolalar xavfsizligini ta'minlash, profilaktika ishlarini kuchaytirish, oromgohlardagi ichki ishlar organlari xodimlarining xizmatini samarali tashkil etish, joylardagi umumiy huquqbuzarlik holatlarini o'rganishdan iborat bo'ldi. Bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazish, ularning huquqlari va xavfsizligi ta'minlanishi, oromgoh hududida nazoratning qay darajada tashkil etilgani, video kuzatuv tizimlari hamda kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning oldini olish bo'yicha qilingan ishlar ham ko'zdan kechirildi. Boshqarma boshlig'i oromgoh ma'muriyati, tarbiyachilar va profilaktika inspektorlari bilan uchrashib, ularning taklif va mulohazalarini tingladi. Shuningdek, hamkorlikda o'tkaziladigan profilaktik tadbirlarni yanada samarali tashkil etish yuzasidan tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berdi. Har galgi ko'rsatuvimizda muammolarni pul bilan, qing'ir yo'llar bilan pora evaziga hal qilishga urinmang deb bot-bot takrorlab kelmoqdamiz. Albatta, pul berib, o'z manfaati yo'lida kelishuvga erishmoqchi bo'lgan shaxs ham bugun yuzi shuvut bo'ldi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Joriy yilning 17-may kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda departamentning Oqdaryo tuman bo'limi xodimlari hamkorligida Samarqand shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Siyob dehqon bozori mas'uliyati cheklangan jamiyat direktor o'rinbosari 30 yoshli fuqaroga bozor hududidan muzqaymoq ishlab chiqarish apparati joylashtirish uchun 3 ta joy ajratib berishini va kelgusida rahnamolik qilib turishini va'da qilgan. Uning evaziga har bir joy uchun 200 AQSh dollaridan jami 600 AQSh dollari miqdoridagi pullarni ta'magirlik yo'li bilan olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.